Assalomu alaykum do'stlar, xonimlar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Va nihoyat men YouTube kanalimga strategiyalarni joylashni boshladim. Va birinchi beriladigan strategiyam ham eng ko'p odamlar tomonidan so'ralgan strategiyalardan biri. Nimani hisobiga eng ko'p? Chunki aynan mana shu strategiyani oldin men YouTube da primoy efir orqali odamlarga ko'rsatib bergandim. Juda ham ko'p odamlarga manfaatli bo'lgan, shu kunning o'zida statistikalar qilib tashashgan va juda ham ko'p odamlar ko'rgani oxirigacha bu narsani hazm qila olmagan. Yana повторный ko'rishiga to'g'ri kelgan, lekin YouTube bunga do'stlik bermagan, chunki primoy efir bo'lgan. Va juda ham ko'p odamlar Telegramimga yozishdi va shaxsiy Instagramlarimga yozib tashashganligini hisobiga mana shu strategiyadan boshlashni xohladim va tayyor bo'lsanglar boshladik. Bu strategiyani xohlaganingizcha ko'rsanglar bo'ladi. Men YouTube sahifamga qo'yib qo'yaman. Xohlasanglar 10 marta, xohlasanglar 100 marta bemalol ko'rishingiz mumkin. Stabil daromadga chiqish uchun juda ham kerakli bo'ladigan strategiyalardan biri hisoblanadi. Tayyor bo'lsanglar, qani boshladik. O'zi nima uchun svechalarni boshlash kerak? Chunki boshlang'ich treyderlar uchun aynan mana shu switchnoy analiz juda ham zo'r to'g'ri keladi. Nimani hisobiga? Birinchi navbatdan signal soni ko'proq, kutish holati kamroq va undan tashqari stabil daromad uchun eng zo'r yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Aynan bugungi o'rganadigan strategiyamizning nomi o'zi bir bar deyiladi, ya'ni однобарный strategiya deyiladi. Va hozir xohlagan strategiyalarni olib ishlatishingizdan oldin uni ichiga professional podxod qilib kirishingiz uchun har bir strategiyani o'zini qonun qoidalari bo'ladi. Ya'ni rules, ya'ni qonun qoidalar juda katta rol o'ynaydigan holat hisoblanadi. Aynan hozir bizni switchnoylarni, aynan biz o'rganadigan strategiyamizni switchnoyini qonun qoidalarini o'rganishni boshlaymiz. Men bekitmayman, ochiq oydin ko'rsatib beraman strategiyani strukturalari bilan. Sizlar bu strategiyalarni oldin ko'rgansizlar. YouTube'larda yoki Google'larda rasmlarini ko'rgansizlar, lekin buni qonun qoidalarini hech kim aytmagan, katta ehtimol bilan. Va sizlarga hozir qonun qoidalarini полностью tushuntirib beraman, manfaatli bo'lishi uchun. Ana endi birinchi navbatda svechada bizga eng muhim bo'ladigan omillardan biri bu razmer hisoblanadi, ya'ni o'zbek tilida o'lcham hisoblanadi. Size o'zbek tilida nima qilamiz? O'lcham. Size to'rt xil bo'ladi. 1 small o'zbek tilida kichkina, 2 medium o'zbek tilida o'rtancha, 3 big o'zbek tilida katta, 4 large o'zbek tilida ulkan. Mana shu 4 xil o'lchamda bo'ladi. Small, medium, big, large. Ya'ni bu switchnoy analizlarda siz mashuncha punkt bo'ladigan bo'lsa small bo'lar ekan, mashuncha punkt bo'ladigan bo'lsa medium bo'lar ekan, mashuncha punkt bo'ladigan bo'lsa big bo'lar ekan degan tushunchalar yo'q bu yerda. Bu yerda ko'z urvillari, ya'ni ko'z levellari orqali, ko'z o'lchamlari orqali siz primerni bila olishingiz kerak. Qaysi biri katta, qaysi biri o'rtancha, qaysi biri kichik. Va hozirgi holatda mana bozorni bo'y joyiga olaman, yaqinlashtiraman. Ana endi ko'z o'lchamida sizlarga primerni tushuntirib beraman. Misol tariqasida ketdik. Tepadan boshlaymiz. Mana bu svecha, razmerlar bo'yicha numerovka qilib olamiz. Чтобы bizga qiyin bo'lmasligi uchun 1 kichkina, 2 o'rtancha, 3 katta, 4 esa ulkan. Mana bu svechani qaramasa ham bilib turibmiz qanaqa razmerdaligi. Bu razmer bilinib turibdi, 4-holatga kiradi, ya'ni ulkan holatiga kiradi. Bundan keyingisini oladigan bo'lsak, mana 1 2 Prosta bundoq qaraymiz, ko'z uruvlarda qaraymiz. Bu qanaqa razmer? O'rtanchami, kattaga to'g'ri kelyaptimi yoki kichkinagami? Bu kichkinaga to'gri kelmayapti. Bundoq qaraydigan bo'lsak, o'rtanchaga to'gri kelyaptimi? 2 ga yaqinroq. 3 ga ham yaqinroqmi? 3 ga ham yaqinroq. Bu degan nima degani? 2 ga ham 3 ga ham yaqin bo'ladigan bo'lsa 2.5 raqam bo'ladi o'zi. Bizga полностью o'rgatilganda 2.1, 2.2, 2.3 deb o'rgatilgan. No, unaqa boshimizni ortmaymiz, chunki agar
bunaqa chuqurlashadigan bo'lsak, qiynalib qolishimiz mumkin. Prosta 2 bilan 3 atrofida, o'rtasida turibdi. Mana misol tariqasida mana nechiga o'xshaydi? Mana bu svechi. Mana bu svechi 1 ko'rinib turibdi kichkinaligi. Mana bu svechi nechiga o'xshaydi? Mana bu svechi 3. Mana bu svechi nechiga o'xshaydi? Ya'ni bu katta, bu o'rtancha. Bu ulkan, o'zi ko'rinib turibdi. O'rtancha, katta, o'rtancha, ulkan. Mana holat bo'yicha ketadigan bo'lsak. Katta, o'rtancha, ulkan, katta, u yog'iga ketaveradi mana. Любой bozorni holatiga olib tekshiradigan bo'lsanglar, любой joyga olib tekshiradigan bo'lsanglar, svechani o'zi ko'zinglarni o'zida opreditsiyasiya qilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni qanaqa razmerdir bu. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, o'rtancha razmer, o'rtanchaga yaqin, kichkinaga yaqin, o'rtancha, katta, o'rtancha, ulkan. Mana juda ham katta svechalar bo'ladigan bo'lsa, bu ulkan holatda bo'ladi. Mana shu holatlarda birinchi navbatda bizni bilishimiz kerak bo'ladigan narsa bu razmer hisoblanadi. Ana endi etaplariga sakraymiz svechalarni. Svechalarni dunyosi 2 xil bo'ladi. Birinchisi simple bo'ladi, ikkinchisi complex bo'ladi. 2 xil yo'nalish bo'ladi svechalarda, svechnoy analizlarda, ya'ni shamchalarda. Birinchisi simple. Nimaga simple? Bir dona shamcha orqali bozori yo'nalishini aniqlovchi strategiyalar simple candles ichiga kiradi. 2 yoki undan ko'proq bo'ladigan strategiyalar, ya'ni 2 yoki undan ko'proq bo'lgan shamchalar orqali bozor yo'nalishini aniqlash bu complex candles ichiga kiradi. Biz hozir o'rganadigan yo'nalish simple hisoblanadi. Simple candles hisoblanadi. Simple candles ichida juda ham ko'p strategiyalar bor. Long Legged Doji, Butterfly Doji, Gravestone Doji, Four Price Doji, tam Maribuza qarab chiqadigan bo'lsa juda ham ko'p. Lekin hozir biz sizlar bilan o'rganadigan strukturamiz sal boshqacharoq. Ya'ni qanaqa? Bir bar degan struktura deyiladi. Buni oddiyroq qilib tushuntirib beraman. Bizi mana dojilar oilasi bor. Doji candle, mana internetga yozadigan bo'lsa ham dojilar bo'yicha mana har xil rasmlarni ko'rishimiz mumkin mana dojilar bo'yicha. Mana dojilar. Common doji, long legged doji, dragonfly, four price, gravestone. O'zi doji degani nima degani? Mana bu badan bilan hal qilinadigan narsa hisoblanadi. Badan qancha ingichka bo'ladigan bo'lsa, shuncha yaxshi. Badan qancha katta bo'ladigan bo'lsa, shuncha yomon hisoblanadi. Mana bu yerda badan orqali gaplashiladigan holat. Ana endi bizaga hozir menga qiziq bo'ladigan narsa bu nima? Xo'p, qaranglar. Grafikka olaman. Dojining holati o'zi aslida bizaga kerakli bo'ladigan narsa mana chizma orqali oddiyroq qilib chizib beraman. 1 2 3. Qisqacha qilib tushuntirib ketaman. Mana bu ozg'in joy bu soya deyiladi. Mana bu qalin joy esa bu badan deyiladi. Inglizkim bu body, bu esa shadow hisoblanadi. Bizaga juda ham muhimlik darajasida kerak bo'ladigan narsa bizaga shadow, ya'ni soya. Soya bizada uzunroq bo'lishi kerak bu strategiyamizda badanga qaraganda. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, soya minimalniy holatda 70% bo'lishi kerak badanga qaraganda, minimalniy holatda, ya'ni 70% kattaroq bo'lishi kerak badanga qaraganda. Buni hisob kitobini hozir matematik holatini tushuntirib beraman. Qonun qoidasining ichida kiradigan struktura hisoblanadi. Mana bu yerda 3 xil variantni chizib berdim, ya'ni bir barga mos bo'lgan, ya'ni bir dona shamcha orqali bozori yo'nalishini aniqlovchi strukturalardan bittasi. Mana buni nomini o'zbek tiliga aytadigan bo'lsak, kapalak deyshadi. Kapalak.
nimani hisobiga kapalak? Bir xilli kapalak deydi, bir xilli Gravestone Doji, Gravestone nima? Dragonfly Doji. Kapalak yoki ninachi deb aytishadi. Nimani hisobiga? Ko'rinish holatda mana bu yerga ikkita qanot chizadigan bo'lsak, ninachiga o'xshaganligi yoki kapalakka o'xshaganligini hisobiga. Mana buni nomini agar badani pastda bo'ladigan bo'lsa, buning nomini Gravestone Doji deyshadi. Gr Doji deb yozib qo'yaman. Gravestone degani bu qabr tosh degani. Nimani hisobiga qabr tosh deb nomlashadi buni? Mana bu qabr, mana bu tosh, mana bu esa qabr. Ya'ni qabr toshga o'xshaganligini hisobiga. Mana bu agar badan o'rtada yopiladigan holat bo'ladigan bo'lsa, buni long legged doji deb nomlashadi. Nimaga men hozir badan qayerda ochiladi, bu soya, bu badan, tepada ochilishlari, pastda ochilishlari, ya'ni kichkina ma'lumotlarni bermayman, chunki bu strategiyani berayotganning asosiy maqsad traderlar uchun. Ya'ni yangi kirib kelayotgan insonlar uchun emas, traderlar uchun juda manfaatli bo'lishi uchun. Traderlar switch'i qayerda ochilishi, qayerda yopilishi, badan qayerda, soya qayerda bularni juda ham yaxshi bilishadi. O'shanga men bu narsaga katta upor bermayapman. Ana endi ketdi. Buni nomini LL, ya'ni long legged deb nomlashadi, ya'ni uzun oyoq doji deb nomlashadi. Ana endi menga oddiyroq va qisqaroq qilib tushuntirib beraman. Menga bir bar kerak. Bir bar kerak menga. Bir barni men qanaqa qilib opredelitsiya qilaman? Switch'ani 3 ga bo'lib olaman. 1 2 3. Ana endi qaranglar, badan yopilishi har xil bo'lib qolishi mumkin. Bu yog'ida yopilib qolishi mumkin, bu yog'ida yopilib qolishi mumkin yoki bu yog'ida yopilib qolishi mumkin. Yoki bu yog'ida yopilishi mumkin badan yoki bu yog'ida yopilishi mumkin yoki bu yog'ida yopilishi mumkin, farqi yo'q. O'rta qatorda yopilishi mumkin, tepa qatorda yopilishi mumkin yoki past qatorda yopilishi mumkin. Menga asosiy kerakli bo'ladigan narsa tepada yopiladimi, pastda yopiladimi, o'rtada yopiladimi, soya 70% dan baland bo'ldimi? Bo'ldi. Men uchun bu bir bar. Farqi yo'q, u nomi Gravestone Doji bo'ladimi, Butterfly Doji bo'ladimi, Long Legged Doji bo'ladimi, farqi yo'q. Misol uchun, mana buni nomini boya nima dedik? Kapalak deb aytdik, to'g'rimi? Lekin hisob kitob qiladigan bo'lsam, soya 70% dan baland, badanga qaraydigan bo'lsak, badan 30% dan kamroq bo'ldi. Buni ba'zi birlar butterfly, ya'ni kapalak deb atashi mumkin, lekin bu meni tilimda bir bar bo'ldi. O'zimizni qiynab o'tirmaymiz. Bir bar. Badan holati pastga yopilib qoldi. Ba'zi bir insonlar uchun bu qabr tosh edi, lekin men uchun bu bir bar bo'ldi. Badan o'rta qatorda yopilib qoldi. Ba'zi bir insonlar uchun bu long legged doji, ba'zi bir insonlar uchun bu klassika, men uchun bu bir bar. Ya'ni addabarni. Nimani hisobiga bir bar deb aytayotganim sababi bir dona shamchi orqali bozor yo'nalishini aniqlayman. O'shani hisobiga buni nomini bir bar deb ataymiz. Ana endi qonun qoidasiga kiramiz va yozib qo'yaman. Buni o'chirib tashlayman, kompleks bilan simple'li. Keyingi qonun qoida. Soya minimum 70% bo'lishi kerak badanga qaraganda. Badan esa maksimum 30% bo'lishi kerak. Mana bu keyingi eng asosiy qonun qoidalardan biri hisoblanadi. Ya'ni soya minimum 70% bo'lishi kerak, badan esa maksimum 30% bo'lishi kerak. Bu juda ham kerakli bo'ladigan qonun qoida hisoblanadi. Ana endi davom etib ketamiz. Buni qanaqa qilib hisob kitob qilishimiz mumkin? Misol uchun mana любой joyga oldik, yaqinlashtirdik. Misol uchun yuryapmizda bizda ikkilanish paydo bo'lib qoldi. Mana bu adna barnimi yoki yo'qmi degan holat bo'lyapti. Doq qilamiz, o'lchab olamiz.
eng zo'ri. O'lchadik общий svechani. Nech punkt? 25 u 5. Mana bu yerda punktini ko'rsatadi. 25 u 5. Keyingisi esa olamiz. Badanini o'lchamiz. Faqatgina badan qismini o'lchamiz. Oldik, o'lchadik. Nech punkt? 6.6. Ana endi nima qilamiz? Kalkulyatorni ochamiz. Kalkulyatorni ochib olamiz, чтобы bizga qiyin bo'lmasligi uchun. Ana endi qaranglar. Juda oddiy struktura. Bizada badan 606 edi. 6.6 ni ko'paytiramiz 100 ga foiz chiqarishimiz uchun. Barobar qilamiz. 660 chiqdi. 660 chiqqandan keyin buni bo'lib общий katta punktga 25.5 barobar mana badanni o'lchovini sizlarga chiqarib berdi. Badanni o'lchovi bizda 25% bo'ldi. Bu nima degani? Bu bir barga kiradi degani. Mana bu narsa bir barga kiradi degani. Mana shu ikkilanayotgan holatimizda bizga matematik hisob-kitobda juda katta yordam beradigan narsa bu kalkulyator hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerda adnabarniy bormi degan so'roq holati bordi. Bundoq qarayman, o'lchayman. Общий svechani o'lchayman. Nech punkt? 61 примерно 61 2. Ana endi faqatgina badanni o'lchayman. 7.7 deydi. Kalkulyatorni olaman. Kalkulyatorda hisob-kitob qilman. Badanni ko'paytiraman. 7.7 ni ko'paytiraman 100 ga. Barobar qilaman va o'sha chiqqan sonni bo'lib общий punktga 61.2 barobari bosaman. Ya'ni badan 12% chiqyapti bu yoqda. Ana juda ham zo'r, qiziq faktor. Bu yoqda aytilgan qonun qoidada soya minimum 70% bo'lishi kerak, badan esa maksimum 30% bo'lishi kerak. Badan bu yoqda hozir bizda necha foiz chiqyapti? 12% chiqyapti. Agar badan 30% dan baland chiqyaptimi, значит bu bir bar emas. Agar badan 30% dan past tushyaptimi, значит bu bir bar. Tushunasizlarmi? Mana o'lchash holati juda ham oddiy. Ana endi biza strategiyaga yondashgan holatda ishlashni o'rganamiz. Misol tariqasida bir bar chiqdi. Bir bar chiqqandan keyin biza stop orderlar orqali ishlaymiz. Svechani eng baland qismini oldim, svechani eng past qismini oldim. Svechani eng baland qismiga buy stop qo'yaman. Svechani eng past qismiga esa sell stop qo'yaman. Mana o'lchash holatlari. Mana bu shamchani olaman, misol tariqasida adnabarniydi. Stabil daromad qilishim uchun men birinchi yo'nalishlarimdan bittasi bo'lgan adnabarniy. Maza qilib ishlaganman. Buy stop eng maksimumiga svechani eng baland qismiga qo'yaman, sell stop esa svechani eng pastki qismiga qo'yaman. Bitimni qo'ydim, ya'ni bu yerda ikkita bitimni amalga oshiryapmiz. Bozor bo'yicha kirilmayapti, faqatgina kechiktirilgan order, ya'ni отложенный order, pending orders orqali biz bitimni amalga oshiryapmiz. Buy stop qo'ydik, sell stop qo'ydik. Svechani общий holatini o'lchayapmiz. Nech punkt? 61.4. Bu nima degani? Buy stopni stop loss'i 61.4 pastga, take profit esa 61.4 tepaga. Kelasi ham xuddi shunaqa ishlaymiz. Mana nimaga ikkita bitim qo'yayotganimizni ham tushuntirib beraman. Buy stop va take profit bu yoqda, sell stop va take profitini 61.4 o'lchab qo'yamiz. Ya'ni svechamizni punkti nech punkt bo'lishidan qat'iy nazar o'sha punktini o'lchab stop loss va take profitni birga bir holatda qo'yamiz. 61.4 bo'ldimi? Значит, sizlarning take profitingiz ham 61 punkt bo'lishi kerak, stop lossingiz ham 61 punkt bo'lishi kerak. Bitimni qo'ydik, ikkita bitim qo'ydik. Birinchi bitim bizda nima bo'ldi? Birinchi bitimimiz bizda buy bitimimiz ochildi. Sell yetib kelmabdi. Buy bitimimiz ochildi, take profitni oldi. Ya'ni buy stop bitimimiz ochildi mana bu yerda. Mana bu yerda ochildi, sразу take profitni berdi. Va bizda sell stop ochilmadi. Nima qilamiz? Agar buy stop olib, ya'ni buy olib,
take profitni oldimi, sell stopni o'chirib tashlaymiz. Nimaga? Chunki biza buyda pribelga chiqib bo'ldik. Keyingi holatga keladigan bo'lsak, undan keyin sirrazi yana bitta bir bar chiqqan. Mana. Svecha tepa qatorda yopilgan. Ko'rinib turibdi, o'lchash ham shart emas. Soyasi 70% dan balandroq turibdi. Bir bar chiqdi, buy stopga bitim birinchi ochildi. Buy stop sirazi birga bir take profitni yurib berdi. Dalsh ketamiz misol tariqasida mana holat bo'yicha statistika qilib ketaveramiz. Mana kirish nuqtalarini ko'rib oldinglar. Ana endi bozor bo'yicha sekin statistika qilib chiqamiz. Ozgina bo'lsa ham 42.4. Общий svecha 42.4. Nimaga men buni o'lchyapman? Chunki men momentda shubha paydo bo'layotganligini hisobiga 9.8 kalkulyatorni olaman. Boydagi hisob kitob qilaman. 9.8 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz necha 42.4 ga. Barobar 23% badan ekan, значит buni olsa bo'ladi. Buy stop qo'ydik, sell stop qo'ydik. Buy stop stop loss'i sell stop tegida bo'lyapti. Sell stop stop loss'i esa buy stop tepasida bo'lyapti. Birinchi buy stop ochildi. Ochilib sirazi take profitni oldi. Aytgancha bir narsani aytish esimdan chiqib qopti. Bu strategiyada ishlash mumkin emas bo'lgan holat bor. Bu ham bitta qonun qoida. Small razmerda ishlanmaydi. Agar bu strategiya chiqadigan bo'lsa, large ulkan razmerlarda ishlanmaydi. Faqat biz ishlashimiz mumkin bo'lgan razmer, ya'ni o'lcham o'rtancha va katta razmerlarda biz ishlashimiz mumkin. Mana misol hozir qonun qoidalardan chiqmagan holatda mana ko'z urvinida qarab ishlaydigan bo'lsak, o'rtacha. 3 ta holat, mana bittasi mana sal bigga yaqinroq, mana ikkalasi esa o'rtancha holatlarda chiqdi. 3 ta qonun qoidani buzmagan holatda strategiya chiqdi. Uchalasi ham take profitni olib berdim. Misol uchun uchalasi ham pribelda yopildi. Dalsh ketamiz bozorda. Mana bu holat chiqdi. Men olmayman. Ikkilantirib qo'yiladigan holat bo'ldimi? Ya'ni ulkanligiga shubhalanayotgan holatingiz bo'ldimi? Olmaylar. Agar yo'q bu ulkan emas deydigan bo'lsanglar, pожалуйста, olsanglar bo'ladi. Endi o'zingizlar bilan o'zingizlar gaplasha oladigan joy bo'ladi bu yerda. Yana bitta bir bar chiqdi. Buy stop, sell stop. Buy stopni oldi, sirazi take profitni berdi. Sell stopni esa biz o'chirib tashlaymiz. Ana endi ishlashi ikki xil prinsipi bor. Birinchisi yoki stop loss bo'lish kerak, yoki take profit bo'lish kerak. Ikkalasidan bittasi bo'lish kerak, yoki stop yoki take profit. Ikkinchisi esa bitim 30-40% yurib beradigan bo'lsa, safe qilib qo'yish, ya'ni bezubitkaga olib qo'yish. Bu mana bu holatda ishlaydigan bo'lsanglar 90% dan baland chiqadi ko'pincha holatda. Chunki yurib beradigan joylari bor buni. Mana bu holatda bo'lsa, bemalol bitiminglarni qo'yasizlar, xohlagan ishlarni qilib yurasizlar. Biza qonun qoidani buzmagan holatda 4 ta bitim chiqdi, 4 talasi ham take profitni oldi. Yana bitta bitim chiqdi, bir bar bo'yicha olmaymiz. Nimaga? Razmer kichkina. Yana bitta chiqdi, olmaymiz. Nimaga? Razmer kichkina. Mana shu joylarga e'tibor berishimiz kerak. Mana yana bitta bitim chiqdi. E'tibor beringlar. Mana nimaga ikkita bitim qo'yilayotgani sababi. Birinchi buy stop olindi. Buy stopimiz minusda yopildi. Buy stop loss'i mana bu yerda turgan edi. Orqasidan sell stop ochilyapti, sirazi take profitni beryapti. Ya'ni bizi mabodo minusda chiqadigan bo'lsa ham bu yerda 0 da chiqamiz. Qanaqa ma'noda? Buy stop minusda yopildi, sell stop esa o'chirmagan bo'lamiz agar minusda yopiladigan bo'lsa. Sell stop ochildi, take profitni berdi. Itogi holatda plus minus qilib hisob kitob qiladigan bo'lsak, biz 0 da yopilamiz, zararda emas. Keyingi yana bitta adnabarniy holat chiqdi, take profitni berdi. Yana bitta chiqdi, olmaymiz. Nimaga? Razmer bo'yicha bizga to'g'ri kelmaydi. Bu ham. Dalsh ketamiz. Mana bu holatda berildi, sirazi take profitni berdi. Общий hisobda пока что bizda 6.0 ketyapti. Yana bitta chiqdi, yana take profit 7.0,
yana bitta chiqdi, yana bitta take profit, yana bitta chiqdi, yana bitta take profit. Qonun qoidadan chiqmagan holatda mana. Agar grafikni yodlab olgan deydigan bo'lsangiz mana, xohlagan joyimga olaman, orqadan mana, любой joyga olaman, to'xtayman. Agar yodlab olgan deb shunaqa deb fikrlayotgan bo'lsangiz, dalsh ketaman mana, любой joydan olib boshlab ketaman. Buy stop, sell stop, buy stop ketdi. Buy stop, sell stop, buy stop, take profitni berdi, sell stop o'chirdik. Buy stop, sell stop, birinchi sell stopni oldi, minusda yopildi, buy stop esa plusda yopib berdi, ya'ni 0 da yopildi bizga. Dalsh ketamiz. Buy stop, sell stop, take qoldi. Buy stop, sell stop. Yetib kelganmikan? Yo'q, yetib kelmagan. Bu ham take qolgan. Buy stop, sell stop. Buy stop sraz take qolgan, sell stop o'chirib tashlaymiz. Buy stop, sell stop. Sell stop minus bo'lgan, buy stop esa take profitni olgan. Dalshi. Buy stop, sell stop. Sell stop take profitni oldi, take profitni oldi, yana take profitni oldi, yana take profitni oldi. Padriyat 4 ta take profit chiqdi. Savol tug'ilishi mumkin. Bittada 10 ta bitim chiqadigan bo'lsa ochsak bo'ladimi? Har bitta bitim bu sizlarning возможностьлari, ya'ni bu sizlarning imkoniyatinglar. Chiqdi take profit. Chiqdi olmayman, razmer kichkina. Kichkina 4 ta kichkina ketyapti. Chiqdi, agar save bilan ishlayotganingizda save oldi, agar birga bir ishlayotganingizda 0 bilan yopildi. Bu take bo'lgan, dalsh ketilyapti. Take oldi, dalsh ketilyapti. Buy stop, sell stop ochilganda sell stop ochildi, sirazi take profitini berdi. Men hozir 4 soatlik time frame'da ko'rsatib beryapman bu narsani. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, qonun qoidadan chiqmagan holatda biz ishlayapmiz va mana shu qonun qoidadan chiqmagan holatda ishlayotganimiz bizga juda katta imkoniyatlarni yaratib beryapti. Faraz qilaylik, mana 10 ta bitimdan bizada hozirgi holatda bitta dona ham minus bo'lmadi pakashto. Minus bo'lgan bo'lsa ham 0 da yopilib ketdi, ya'ni minusni sirazi yopib ketdi. Bu yerda 10 ta bitimdan, грубо говоря, 10 ta plus degani. Qonun qoidadan chiqmasdan, azartga berilmasdan, skalpingga berilmasdan, razgovor qilmasdan struktura bo'yicha ishlaymiz. Faraz qilaylik, har bitta bitimga $1000 depozitni qo'ydik. Har bitta bitimga 1% risk qilamiz. Ya'ni $10 risk qilamiz. $10 dan bize 10 ta bitim chiqdi. 10 ta bitimdan bize $100 daromad qildik. Bu bitta valyutadan. Endi faraz qilaylik, nechta valyuta bor buning ichida? Har bitta valyutani agar statistikasini zo'r chiqadigan bo'lsa, o'sha 10 ta valyutani o'zingizga terib oladigan bo'lsanglar, bundan zo'r yo'q-ku, stabilni ko'tarilish uchun. Mana dalsh ketaman mana. Yana tayyorgarlik o'rgansanglar, mana любой joyga olmayman. Mana orqaga qaytdim, eng oxirlariga qaytdim. Mana ketdi. Mana shundan boshlab tekshirib ketamiz. Buy stop, sell stop, buy ochilyapti, take qilyapti. Buy stop, sell stop. Birinchi buy ochilyapti, take profitni olyapti. Dalshi buy stop, sell stop. Birinchi buy ochilyapti, minus, orqasidan sell ochilyapti, yopib ketyapti. Dalshi yana bitta adnabarni chiqdi. Sell stop ishladi, sirazi take profitini berdi. 3-0 pakashto. Svechani agar slishkim uzun deydigan bo'lsanglar, ikkilanayotgan bo'lsanglar, olmaysizlar. Buy stop, sell stop, take profitni berdi. Buy stop, sell stop, sirazi take profitni berdi. 5-0. Buy stop, sell stop ochildi, sirazi take berdi. Buy stop, sell stop. Buy stop minus, sell stop plus. Dalsh ketamiz, 0 da yopildi. 7-8-0. Dalsh ketamiz. Buy stop, sell stop 9-0, 10-0 mana ichidir 0 ketyapti. 0 dalshi. Dalshi 0, sell stopni olyapti, sirazi take profitni beryapti. Mana oddiy holat do'stlar. Qonun qoidadan chiqmasdan turib daromad qilish mumkinmi degan savolingizga mana oddiy bitta javob. Eng qizig'i bu strategiyalarimizni, ya'ni bu strategiyani men birinchi o'sha daromadga olib chiqishga menga yordam bergan strategiyalardan bittasi hisoblanadi bu. Va aynan mana shu strategiya orqali men tradingga bo'lgan qiziqishimni qaytarganman. Va hozir aytishim mumkin, hozirgi kunda bu strategiyani men o'zim amalga oshirmayman, bu strategiya bo'yicha kirmayman, to'g'risi. O'sha paytda kirganman, chunki bundan ham zo'r strategiyalar juda ham ko'p. Даже mana shu berayotgan strategiyamni o'zida
yaxshigina daromad qilib tashlanglar bo'ladi. Даже mana oltinga olaman. Oltinni любой joyiga olaman mana. Любой joyiga oldim, yaqinlashtirdim. Oltinda ishlaydimi, yo'qmi mana. Buy stop, sell stop qo'ydim. Sell stop bo'lyapti, take profitni beryapti. Buy stop, sell stop. Buy stop minus, sell stop plus. Buy stop, sell stop. Bu ham buy stop minus, sell stop plus. 0 da yopildi. Take profitni oldi. Yana take oldi. Dalshi yana take profitni oldi. Yana take profitni oldi. Bilmayman holat nima bo'lgan. Vroji take profitni olgan, vroji olmagan. Minus deb olinglar, mana shuni primerni holatni minus deb olinglar. Dalshi ketamiz. Mana bu holatda minus, mana bitta minus bo'lgan ekan konkretni. Mana bu holat 0, mana bu holat plus. Mana bu holat yana plus, mana bu holat yana plus, mana bu holat yana plus. Buy stoplar olib pambilatib ketyapti. Ana endi e'tibor beringlar. Bu yoqda biz trendga qaramayapmiz. Bozor qatida, pastidami, tepasidami, o'rtasidami bu narsalarga qaramayapmiz. Eng qiziq bo'lgan joyi. O'zi po planu mana bu strategiya bozori tepa qatorida chiqish kerak va bunda sellga nisbatan pozitsiyada ishlash kerak. Tepa qatorida chiqyapti. Sellga ochayotganlar mana shu yeyapti. Tushunasizlarmi? Biz qanaqa holatda chiroyli podxod bilan chiqib ketamiz. Ya'ni mana shu strategiya orqali, qonun qoidalar orqali biz zo'r yo'nalishda daromadga chiqishni boshlaymiz. Mana bu haqiqiy trading hisoblanadi, do'stlar. Do'stlar, qonun qoidalardan tashqariga chiqmasdan turib ishlaydigan bo'lsanglar, har doim sizlarda plyusovka bo'ladi. Eng asosiysi bilimni to'g'ri olishga harakat qilinglar. Mana shu strategiyalarni men ham kurs olib, bilim orqali o'rganganman. Hech qachon bilimga nisbatan qilinadigan investitsiyani o'zingizlardan qizg'anmanglar. Mana shu bugungi beriladigan sizlarga mavzuyim hisoblanadi. Ya'ni bir bar bo'yicha. Xudo xolasa bu narsa bo'yicha ham vebinarlar ham qilib beraman. Itogi holatda YouTube uchun ham sizlar uchun maxsus mana shu strategiyani to'liqroq holatda tushuntirib berdim. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Qonun qoidalardan chiqmagan holatda ishlanglar. Telegram kanalimga obuna bo'linglar, Instagram sahifamizga obuna bo'linglar. Juda ham qiziqarli ma'lumotlarni, juda ham kerakli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslikka harakat qilinglar. Chunki bundan buyog'iga MG kompaniyasi va meni o'zimning shaxsiy profilimga juda katta upor berilyapti, ya'ni mehr berilyapti. Xudo xolasa bomba bo'ladi degan umiddaman. Sizlarni podдержкanglar, sizlarni laykinglar, sizlarni reaksiyalar bunga juda ham katta yordam beradi. Eng asosiysi hammalarga yaxshi daromad qilishinglarni chin qalbimdan xohlab, niyat qilib, borimni berib harakat qilaman. Kuninglar yaxshi o'tsin. Sizlarga video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa yana bundan ham zo'r narsalarni chiqarishga harakat qilaman. Agar sizlarga qaysi strategiyalarni YouTube'ga chiqarib berishimni xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyaga qaysi strategiyaning nomini yozib ketinglar. Xudo xolasa men o'shalarni vaziyatga qarab sekin-sekin qaysi biriga ko'proq upor berilish kerak bo'lsa, o'shanga upor berib video qilib chiqarib beraman. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan ko'rishguncha